Assalomu alaykum va rahmatullohi akalar. Kia Stinger mashinasini Himsga 3 etapli polirovka keramikaga olib qo'yganmiz. Mashinamizga bitta baho berasizlar. Mashina полный Himsga bo'lib tayyor qilib qo'ydik. Bitta keramikasi qolgan. Mashinaning holatlarini qaranglar, salon holatlarini Himsga qilib полный mon qaranglar. Patologlari, kovriklari полный yuvganmiz, mashinani top-toza qilib, xudosi inshaalloh diskalarigacha, diska balonlarini chiqarib yuvganmiz, ichlarigacha. Akalar, mashinamiz xudo olsa inshaalloh keramikasi qoldi. Aytib o'tdik, keramikasini surkagandan keyin, tayyor bo'lgandan keyin mashinamizni bitta obzor qilib beramiz. Sizlardan podpiska, bitta like, kommentarlarni yorib yuboringlar akalar. Taqdir kimgadir bir piyola asal berdi. Unga mazza. Kimgadir bir piyola qaymoq berdi. Unga ham mazza. Yana kimgadir bir piyola qiyomni berdi. Biriga qaymoq, biriga qiyom. Endi taqdir turli bitilgan. Bu Allohning xohishi. Endi senga bir piyola limon suvi tegdi. Nima qilish kerak ekan? Peshanam sho'r ekan. Hammaga qiyom tegdi, qaymoq tegdi, asal tegdi, menga endi limon tegdi. Nima qilasan endi? Aytchi, nima qilasan? Biroda o'g'li yo'q. O'zini baxtsiz his qiladi. Qizing bor-ku. Biroda nimasi yo'q? Qizi bor, o'g'li yo'q. O'g'li bor, qizi yo'q. Sen ijobiyat ko'rishni o'rgan. Endi birodar senga taqdir bir piyola limon suvini beribdimi? Bu Allohning xohishi. Nima qilasan? Ming'illab o'tirasanmi? Bir qoshiq shakarni olginda shirin sharbat qilib ichib olgin.